Türkiye parlamentidagi muhim partiyalardan biri bo'lgan İYİ partiyasining 27 yanvar parlamentda o'tkazilgan yig'inida Nursimon Abdurashid xonim jazo lagerlarini va Xitoy hukumati tomonidan qamoqqa hukm qilingan ota-onasi hamda qarindoshlarining ahvolini anglatdi. O nutqida Türkiyani, Türk dunyosini, shundaqla islom dunyosini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. Nursimon Abdurashid xonim İYİ partiyasi parlament a'zolarining olqish sadolari ichida sahnaga chiqdi. Nursimon xonim ko'z yoshi to'kkan holda munolarni dedi. Mening Turkiyada o'qiyotganligim sababli ota-onam va qarindoshlarim yig'ilish lagerlar qamaldi va qamoq jazosiga hukm qilindi. Men ota-onam bilan didor ko'rishib, ular bilan quchoqlashib, insondek yashashni xohlayman. İnsoniyatdan, Türk dunyosidan va musulmon dunyosidan umid kutish bilan 4 yil o'tdi. Ammo jazo lagerlari texijiba, hatto kengaytirilayotganligi to'g'risida xabarlar kelyotdi. U so'zini mundaq davomlashtirdi. Uyg'ur yoshlarimiz qo'li ishchi qilib ishiltilyotdi. Qizlarimiz Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanib, bosqinchilik uchrayotdi. Ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarni lager maktablarga solib, ularni tili va dinidan ayirib xitoylashtirmoqda. U so'zining oxirida Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilikka aylanganligini bayon qilib mundaq dedi. Endi dunyo nimani saqlayotdi? U yerdagi millionlarcha kishining o'lishinimi? Sizlarning sukuti turishinglar Uyg'urlarning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men kishilik huquqning borligiga, turklarning musulmonlarning qarindosh ekanligiga qanday ishonaman? Vijdonli kishilar qilishga tegishli ishlarni baldo'roq qilishni talab qilaman. Bu zulmga hammalarning birlikda to'xta deyishini talab qilaman. Amerikaning bu navbatlik tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini qayta ta'kidladi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini jakarlagan edi. Yana bir tarafdan Joe Bidenning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchi nomzodi Linda Thomas bu haqda so'z qilib, tashqi ishlar ministrligimiz ilgirki navbatlik hukumat bu qarorni elishda barliq qoidalarga to'liq rioya qilib ketmagan deb qaraydi. Shunga bu qarorni qaytadan qarab chiqdi degan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti 27 dekabr Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilganligiga doir texnik ko'p isbotlar borligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Trump hukumati 90 kun ichida bu haqda qaror chiqarishi kerak edi. Amerika Wuhan virusining Xitoyda paydo bo'lishini cho'nqir tekshirish kerakligini o'tirib qo'ydi. Oqsaroy bayonotchi Pisaki mundaq dedi. Biz Xitoydagi ba'zi manbalardan yolg'on uchurlarning tarqalayotganligini ko'rdik. Biz buningdan andish qilyapmiz. Oqsaroy bayonotchisi Jen Psaki Joe Biden hukumatining Xitoy siyosati haqida savollarga javob berdi. Psaki Amerikaning o'zining istixborotiga asosan ba'zi uchurlarga erishadiganligini va o'zlarining bu tekshirishlarda ittifoqdoshlari bilan hamkorlashadiganligini aytdi. Amerikani bozor qilgan aqlli ambari uchur texnikasi va yangilik yaratish fondi jamiyati tayyorlagan dokladda Amerika bilan Xitoy o'tirsida zo'r raqobat bo'lgan sun'iy idrok sohasida garchi Xitoy bu farqni tezlikda to'liqlagan bo'lsa-mu, lekin Amerika o'zining o'rnini saqlab qoladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Sun'iy idrok sohasida Amerika, Xitoy va Yevropa ittifoqining ahvoli tilga ilingan dokladda davlatlar belgilik o'lchamda nomer oldi. Buningga asosan Amerika 44.6 nomer bilan birinchi o'ringa o'tdi. Xitoy 32 nomer bilan ikkinchi bo'ldi. Yevropa ittifoqi 23.3 nomer bilan uchinchi bo'ldi. 2019-yildagi sonliq ma'lumotga asosan elib berilgan baholashda Xitoy tadqiq qilish chiqimida Yevropa ittifoqidan eshib ketdi. Amerika yumshoq detal va kompyuter shirkatlari 2019-yil Xitoy bilan Yevropa ittifoqidan 3 hassa ko'p chiqim qildi. Biden bilan Putin tunji qatim telefonda ko'rishdi. Oqsaroyning bayonotida aytilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden tunji qatimliq telefon suhbatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Moskvaning saylamga aralashganligi to'g'risida ogohlantirgan. Bayonotga qaraganda ikki rahbarning uchrashishida Rossiyadagi o'qituvchilar namoyishi va Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi yadro qurollari kelishimining uzartilishi muzokara qilingan.